Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keling azizlar, birgalikda Robbimizga duo iltijo qilaylik. Amin. Ya Robbal alamin. Allohim, barcha maqtovlar senga xosdir. Sening ulug'ligingga munosib ravishda barcha hamd va sanolarni aytaman. Bergan ne'matlaringga, fazl va marhamatingga va bizni halokatdan saqlagan hidoyating uchun shukronalar aytaman Robbim. Allohim, bizga roziligingga yetishtiruvchi yo'llarni ko'rsatgin. Qalblarimizni pok va niyatlarimizni xolis qilib bergin. Bizga sabrni, doimo yaxshilikka intilishni va shukronalik bilan yashashni ato etgin. Sening rahmating va himoyangda bo'lishni nasib etgin. Alloh